Tinchlik mahalladan boshlanadi. Aynan hududlarda xavfsizlikni to'la ta'minlash maqsadida davlatimiz rahbarining birinchi sonli qarori chiqarilgandi. Mana shu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bir necha ishlar mas'ullar tomonidan amalga oshirilmoqda. Xususan, joylarda, ya'ni mahallalarda kichik profilaktik inspektorlar lavozimlari ham joriy etilgan qarorga ko'ra. Va bu inspektorlar o'z ish faoliyatiga kirishlaridan oldin aynan mana shu Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutida tahsil olishadi. Va bu xodimlarning o'qish, o'rganish jarayonlarini ko'rish maqsadida biz bu dargohga yetib keldik. Jarayonlarni esa birgalikda ko'ramiz. Ayni paytda kichik inspektorlar elektron turda amaliy o'q otish mashg'ulotlarini olib borishmoqda. O'zi bularning afzalligi, qulayligi nimalardan iborat? Avvalambor mazkur elektron tirimizni qulayligini biz tinglovchilarni jangovar o'q-otar quroldan otish uchun poligonlarga olib chiqishdan oldin bitta mashg'ulot o'tkazamiz va bu mashg'ulotimiz jangovar qurollardan otish paytida o'zining samarasini bermoqda. Qanday samara? Jangovar qurolni ochishdan betda har bir guruhni kamida 2-3 marotaba shug'ullantiramiz va buni natijasi jangovar quroldan poligonlarda otganda sezilarli darajada yaxshi tomonga o'zgaradi. Necha metr masofalardan ko'proq o'q otishadi? Elektron tirimiz yana bitta qulayligi 50 metrdan 100 metrgacha, kami 5 metr, uzog'i bilan 100 metrgacha masofada o'q otish mashg'ulotini o'tkazsak bo'ladi. Bu 100 metr masofa avtomatlar uchun asosan 5 metrdan 25 metrgacha bo'lgan masofa pistoletlarga mo'ljallangan. Yana bir qulaylik shunda. Otishda kuzatib boradigan jarayonlarni. Xuddi shunday. Nishonni mo'ljalga olib axborot beramiz. Nishonlarga qarata o'tish. Oylik o'quv kursiga kelganmiz. Albatta bu o'quv kursida biz mana shunday jangovar tayyorgarlik, o'z bilimlarimizni yanada mustahkamlab, profilaktika yo'nalishi bo'yicha o'qitilayotgan shu o'zimizga kerakli darslarni mukammal o'rganib, o'z joyimizga borgandan keyin yaxshi natijalarga erishishga harakat qilamiz. Biz ko'tarinki ruhda har doim jangovar holatda turishimiz kerak. Albatta ishga kirishdan oldin bu har bir yigitning burchi vatanni himoya qilish. Shu o'rinda biz qasamyod qilganmiz. Shu vatanimizga, oilamizga sodiq xizmat qilamiz deb qasamyod qilganmiz. Shu yo'llarda kerak bo'lsa jonimizni ham fido qilamiz. Xodimlar hozir qancha vaqtda o'q-otar qurollarini sochib yig'ishadi, buni birgalikda ko'ramiz. Tinglovchilar, barcha tayyormi? Normativ bajarishga kirishilsin. Ko'rishingiz mumkin. 5 soniya. Kichik profilaktik inspektorlarning navbatdagi dars jarayonidamiz. Ayni paytda esa dronlarni uchirishni o'rganishmoqda. Prezidentimiz birinchi sonli qarorda berib o'tilgan, ya'ni mahallalarda bo'layotgan shu ko'ngilsiz hodisalar yoki har xil jamoat tartib saqlashlarda foydalansak bo'ladi. Ushbu maqsadda hozir buni uchirish uchun bilasiz, birinchi simulyatsiyadan o'tish kerak. Agar simulyatsiyadan dronni yaxshi uchirishni bilmasa, tabiiy, ya'ni uchirganda bu dronga shikast yetkazish mumkin. Bu inspektorga qandaydir ko'ngilsiz yoki hodisalar bo'lishi mumkin. Shu simulyatsiyada o'zini, ya'ni inspektori mahoratini oshirib borish jarayoni.